Aynan shunaqasidan qidirib yuruvdiz, okay? Kia Carnival limuzin sotuvimizga keldi. Mashinamizning holatini qarang. Oldi salon panelida nimalar joylashgan? Abagrev, abduf, Eco rejim rulli istadi. Climate control, cruise control, start stop 277 ming yurgan multirul. Mashinamiz ideal holat. Orqa qator kapitanskiy sidina. Shu yerda o'zidan upravleniya qilsangiz bo'ladi. Salon podsvetkasini, televizorlarni yoqib o'chirsangiz bo'ladi, ovozi baland past qilsangiz bo'ladi. Okay, men bilan nima deyapti? Stakanni qo'yib, xohlasangiz issiq, xohlasangiz sovuq qilib, suvlar ichib yursangiz bo'ladi. Bo'yim baland, uncha mashinaga sig'mayman deganlar uchun alohida shunaqa qo'shimcha patologli limuzin bilasizlar, okalar, mashinamiz orqa qator sidinasi, oxirida detski. Shunda 1, 2, 3 detski bilan to'g'ri qator bo'lyapti, aka. Olib mazza qilib haydab boradigan joyi-ku. Orqa qator uchun yuzli portlar, abagrev sidinalari bor. Xohlasangiz eshikni o'zingiz yopsangiz ham bo'ladi. Yo'q bo'lmasa, shopir akangiz aytsangiz, shu tepadagi naborlardan bittasini bosib turib, eshikni avtomat tarzda o'zlari yopib yuboradilar. Hozircha biz o'zimiz yopamiz. Aka, balonni ko'ryapsizmi? Tanka bo'yapti. Bir hafta oldin xuddi shu balonlar taqilgan. Mashinamiz 2.2 turbo dizel hisoblanadi. Hech qanaqa texnik ishlari yo'q dedilar. Olib haydashingiz uchun tayyor. Kraskasi bitta mana krilosi qirilgani uchun petno tushirilgan ekan. Bu ekran bilan polni aka YouTube'da regrovka qilib ketsangiz bo'ladi. Xullas xohlagan narsangizni ko'rsangiz bo'ladi. Climate control nazorati orqa salon uchun bu yoqda kitob o'qiyman desangiz marhamat aka, mazza qilib kitoblarni o'qib ketsangiz bo'ladi. Xullas aka, bitta like bosib keting. Xullas $19,500 deb egalari bilan savdolashdik. Oxirgi narxi bo'ldi. Bosoringlar, egalar nomeri videoning tagida bo'ladi. Arzon bo'lsin kanali.